Qorong'i tun. Atrof jim. Hech qanday shovqin yo'q. Lekin aynan mana shu sukunat ichida dunyoni o'zgartiradigan qarorlar qabul qilingan. Siz buni sezmagansiz. Hech kim sezmagan. Chunki bu haqida gapirilmaydi. O'zbekiston maxfiy dasturi shunday paydo bo'lgan. Jim, sokin, lekin nihoyatda kuchli. Bu hikoya balandparvoz bayonotlar bilan boshlanmaydi. U kameralar oldida e'lon qilinmagan. Rasmiy sahifalarda yozilmagan. Ammo uning izlari bor. U izlar laboratoriyalarning yopiq eshiklari ortida, ilmiy chizmalar ichida, sinov maydonlarida qoldirilgan. Bu dastur oddiy texnologiya emas. Bu fikrlash uslubining o'zgarishi. Bu xavfsizlikni boshqacha tushunish. Ko'pchilik O'zbekistonni faqat xaritada ko'radi. Ammo kam odam biladiki, bu yerda ilm-fan jim ishlaydi. Muhandislar, olimlar, tahlilchilar kunduz kuni oddiy hayot kechiradi. Kechasi esa butunlay boshqa dunyoga sho'ngiydi. Ular yaratgan tizimlar haqida savol berilmaydi. Chunki savolning o'zi ham maxfiy. Bu dastur raketalar haqida. Lekin biz bilgan raketalar emas. Bu osmonga uchib, shovqin bilan portlaydigan qurollar emas. Bu yerda asosiy kuch tezlikda ham emas, masofada ham emas. Asosiy kuch aniqlikda, oldindan bilishda va ko'rinmaslikda. Raqib nimani ko'rishini bilgan holda, nimani ko'rmasligini hisobga olib yaratilgan tizim. Tasavvur qiling. Raqib barcha sensorlarni ishga tushirgan. Radarlar aylanmoqda. Sun'iy yo'ldoshlar kuzatyapti. Kompyuterlar millionlab ma'lumotni tahlil qilmoqda. Lekin ular nimanidir o'tkazib yuboryapti. Chunki bu texnologiya aynan shunga mo'ljallangan. Ko'rinmaslik uchun emas, balki sezilmaslik uchun. O'zbekiston maxfiy dasturining eng muhim jihati shundaki, u hujum qilishni emas, vaziyatni nazorat qilishni maqsad qilgan. Bu dastur urush boshlash uchun emas, uni boshlanmasdan tugatish uchun yaratilgan. Chunki kim oldindan ustunlikka ega bo'lsa, o'sha oxirgi so'zni aytadi. Bu yerda raketa faqat temir va yoqilg'i emas. U axborotdir. U signal. U algoritm. U qaror. Raketa uchishidan oldin ham ish boshlanadi. Maqsad aniqlanadi. Muhit tahlil qilinadi. Raqibning har bir ehtimoliy harakati hisobga olinadi. Va faqat shundan keyin tizim jim ishlaydi. Eng qiziq tomoni shundaki, bu dastur haqida mish-mishlar bor. Lekin tasdiq yo'q. Ayrim xorijiy tahlilchilar galati harakatlarni qayd etgan. Ba'zi sinovlar kutilgan natijani bermagan. Ba'zi mashqlar rejalashtirilgandan boshqacha yakunlangan. Lekin hech kim ochiq aytmaydi. Chunki aniq dalil yo'q. Bu maxfiylik tasodif emas. Bu strategiya. Chunki haqiqiy kuch doim jim bo'ladi. O'zbekiston maxfiy dasturi shuni isbotlaydi. U ko'z qilishni yoqtirmaydi. U tahdid qilmaydi. U faqat mavjudligini his qildiradi. Va shu hisning o'zi yetarli bo'ladi. Bu dastur ustida ishlaganlar uchun bu shunchaki loyiha emas. Bu mas'uliyat. Chunki yaratilgan har bir texnologiya inson hayotiga ta'sir qilishi mumkin. Shu sababli har bir detal 10 marta tekshiriladi. Har bir ehtimoliy xato yuzlab marta qayta hisoblanadi. Bu yerda shoshilish yo'q. Chunki xato qilishga haqq yo'q. O'zbekistonning ilmiy maktablari bu jarayonda muhim rol o'ynagan. Avlodlar davomida to'plangan bilimlar zamonaviy texnologiya bilan birlashtirilgan. Fizika, matematika, materialshunoslik, sun'iy intellekt bitta tizimga jamlangan. Natijada esa butunlay yangi yondashuv paydo bo'lgan. Bu yondashuvda raketa oxirgi bosqich xolos. Asl ish undan oldin bajariladi. Axborot ustunligi ta'minlanadi. Qaror qabul qilish tezligi oshiriladi. Raqibning variantlari kamaytiriladi. Oxir-oqibat esa tanlov qolmaydi. Bu eng kuchli ustunlik. Ko'pchilik o'ylaydi, kuch faqat portlashda. Lekin zamonaviy dunyoda kuch bu nazorat. Kim vaziyatni nazorat qilsa, o'sha g'alaba qozonadi. O'zbekiston maxfiy dasturi aynan shuni ko'zlagan. U ko'rinmas bo'lib turib, hammani hisobga olishga majbur qiladi.
Bu dastur haqida gapirilmasligi ham shundan. Chunki ba'zan sukut eng kuchli signal bo'ladi. Raqib savol beradi. Javob topolmaydi. Ana shu noaniqlik esa eng katta bosim. Chunki bilmaslik qo'rqitadi. Bugun dunyo tez o'zgaryapti. Texnologiyalar kundan kunga rivojlanmoqda. Lekin ayrim yutuqlar shunchaki ko'rinmaydi. Ular sarlavhalarga chiqmaydi. Ular jim ishlaydi. O'zbekiston maxfiy dasturi shunday yutuqlardan biri. Ehtimol bir kun kelib bu dastur haqida ochiq gapiriladi. Balki hujjatlar ochilar. Balki tarixchilar bu davrni o'rganar. Lekin hozircha u faqat mavjud. Va aynan shu mavjudlik yetarli. Chunki ba'zan eng katta qurol bu sirning ozi bo'ladi.